Ona bo'lish yoqyaptimi seni? Rahmat, yaxshi. Faqat sut kelmayapti-da. Shunga smes bersammikan? Endi tuqqayizga bir sutka bo'ldi-yu. Bunday holatlarda qarindoshlaringiz va tug'ruqxona xodimlari sun'iy sutni taklif qilishadi. Aslo shoshilmang. Tabiat siz o'ylaganingizchalik ahmoq emas. Homilani dunyoga kelishdan oldinroq ona ko'kragida og'iz suti shakllanishi boshlaydi. Dastlabki birinchi 3 kunida haqiqatda sizga sut kamdek tuyuladi. Lekin ko'kragingizdan chiqayotgan quyuq va oziqaviy moddasi ko'p bo'lgan og'iz suti tomchi-tomchilab ham shu bolaga yetarlidir. Chunki uning oshqozoni hajmi atigi 5-7 ml ni tashkil qiladi. Bu degani bitta olitcha hajmida. Hayotining 3-kuniga borib, uning oshqozon hajmi 22-27 ml ni tashkil qiladi. Bu paytda sizda ko'kragingizda sut ko'payadi va uni hattoki eplolmay ham qolasiz. Hayotining 7-kuniga borganida oshqozonning hajmi rasman o'rik hajmini egallaydi. Bu degani uning oshqozonning hajmi 45-60 ml ni tashkil qiladi degani. Bir oyligiga borib, bola oshqozonning hajmi 80-150 ml gacha egallaydi. Bu esa rasman bitta tuxum hajmiga teng. Shunday ekan, sun'iy ovqat kiritishga shoshilmang. Bolangizni mehr bilan emizishda davom eting. Farzand parvarishida kerakli ma'lumotlarga ega bo'lishni xohlasangiz, sahifamga obuna bo'lishni unutmang.